Lego kubiklardan to'liq o'lchamdagi Koenigsegg modelini yig'di. U soatiga 111 km tezlikka chiqa oldi. Daniyaliklar yangi konstruktorni reklama qilish maqsadida Koenigsegg muhandislari bilan hamkorlikda Steyr Spear giperkarning 1.1 masshtabdagi nusxasini yasashdi. Bunga 327 mingdan ortiq texnik detallari va 9400 soat mehnat sarflandi. Mashina og'irligi 1800 kilogramga yetdi. Ushbu mashina ruliga Koenigseggning rasmiy sinovchi poygachisi Markus Lund o'tirib, afsonaviy Goodwood trassasiga yo'l oldi. U yerda plastik bolid soatiga 111 km tezlikka erishib, Lego mashinalari uchun o'rnatilgan avvalgi jahon rekordini naq 2 barobarga yangiladi. Haqiqiy Koenigsegg Steyr Spear bu kompaniya asoschisining otasi sevgan poyga oti sharafiga nomlangan 1600 ot kuchidan oshadigan yirtqichdir. Biroq Lego muxlislari uchun uning 1.8 o'lchamdagi nusxasi mavjud bo'ladi. Uning ichida 4104 ta detal bor bo'lib, ulardan ishlaydigan 9 pog'onali uzatmalar qutisi, Porschenli V8 dvigatel va podveska yig'iladi. Asosiy o'ziga xosligi esa mexanik Ghost Mode, ya'ni arvoh rejimi funksiyasidir. Dastakni bir marta tortish bilan modelning kapoti, orqa qopqog'i va o'ziga xos eshiklari bir vaqtda ochiladi.